Stabilizatorga telefonni to'g'ri o'rnatishni ko'rib chiqamiz do'stlar. Joyi kelib qoldi, video ovoraverdik. Qo'limizda Xeon Smooth kuch stabilizatori. Buni galovkasi ajralmaydigan bo'ladi. Ya'ni bilsanglar kerak, DG Osmonada mana bu galovkasi alohida magnitli bo'ladi-da, olinadigan bo'ladi. Bularda unaqa ajralmaydi. Ana shunga demak telefonni to'g'ri o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Yaxshilab e'tibor bersanglar, mana bu yerda kameraning belgichasi bor. Ana shu kamera belgichasini mana shunday ushlagan holatda telefon kamerasi bu yoqda qilib o'rnatamiz. Xo'p, mana bu ikkita ushlagichini ochadigan bo'lsak va telefonni mana shu yeriga qistiramiz va telefonni endi balanslash eng muhimi. Balanslashga e'tibor berasizlar. Mana orqasi ikki xil bo'lyapti. Temircha bu yoq qancha masofa. Ana shuni o'rtaga qo'yib bir xillashtirib olamiz. Ya'ni telefon mana shunday ushlagan vaqtda og'ib ketmasligi kerak. Mana shunday tikka turishi kerak. Bunaqa qilganda ham telefon to'g'ri turishi kerak. Agar bizada o'zi to'g'ri turdi, bunaqasiga turmasa, demak mana buni telefonni o'zini bo'shatib ozgina surasizlar. Bu holatda bo'lsa, tikka turishi kerak. Mabodo tikka turmasa, mana bu yerini demak o'ngga chapga surib balanslaysizlar. Bu ko'ryapsizlar, mana borib keladi. Surilib, bu yoqqa surilib borib keladi. Demak, mana shuni o'rtaga qo'yamiz va bunaqasiga ham tekshiramiz. Mana bunaqasiga tekshiradi ba'zi birovlar. Telefon joyida turdi, ya'ni bir tarafga qarab og'ib ketmayapti. Demak, mana shunaqa holatda o'rnatib bo'lgandan keyin stabilizator yonida tugmachasi bor, yoqish tugmachasi, ana shuni bosib yoqamiz. Demak, mana bunday ushlab turamiz va bosib turamiz. Mana ko'ryapsizlar do'stlar, stabilizatorimiz ishga tushdi va telefonni unga to'g'ri o'rnatib balanslab oldik. Balanslash bir qarashda unchalik jiddiy ahamiyatga ega emasdek ko'rinadi, lekin stabilizator uzoq muddat xizmat qilishi va akkumulyatorini ancha muddatga yetishiga mana shu balanslashda ahamiyati muhim. Ya'ni telefon to'g'ri tursa, bu stabilizator motorchalariga ortiqcha nagruzka tushmaydi va batareya ham kamroq sarf bo'ladi. Agar bu qiyshiq turadigan bo'lsa, motorcha buni to'g'ri ishlashga harakat qiladi-da, doimiy nagruzkada turadi. U nagruzkada turgan hisobiga batareyadan tok olib, batareyani ham tez ishdan chiqaradi. Demak, balanslash eng muhim narsalardan bittasi. Endi buni yaxshilab o'rnatib olgandan keyin albatta o'sha stabilizator o'zini ilovasiga kirib, kalibrovka qilib yuborish kerak, avto kalibratsiya qilib yuborish kerak. Do'stlar, qisqacha shu haqida ma'lumot bermoqchi edik. Yanada ko'proq qiziqarli va foydali ma'lumotlar uchun OnTech YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar, videolarimizga like bosib qo'yinglar.